Assalomu alaykum, Fobar kuzatuvchilari. Sog'misizlar, omonmisizlar, sog'-salomat o'tiribsizlarmi? Qanotlaringiz tinchmi? Fobar savdo markazimizda mana mototsikllar sotish jarayoni davom etyapti. Navbatdagi Enduro 250lik 250 kubli bo'ladigan Lifan Crossler degan mototsiklimiz bu sotilyapti. Xudo xolasa Taxtako'pir rayonga Mulk APJ degan yerda Do'san degan do'stimizga sotilyapti. Bundan eldingilari yine bir konuşsu Baxtjan mıydı? Baxtjan Batır degan joylarına satılıydı. Bular chorvachilik bilan shug'ullanar ekan. Nechun aynan shuni tilladingizlar? Bundan 300 kupla degani bor, 200 kupla deganlar ham bor edi. Bu Mekki'de. Şunsak. Amortizatsiyasi Жақсы. bor. Hayda birganlar bor bundan. Бар. Qo'ng'ishobada. Өзім ағам бар ғой. So'ngina Qazib aldım da. Chorvachilikda bu aziz do'stlar ko'pchilikka ma'lum bo'lsa kerak, buni sportchilar to'liq qatirmashtirib ham haydab ko'radi. Loy batqaq yerlarda, eng yomon yerlarda hech narsa bildirmay bir adrenalin olib bir hazit etadigan zat-ku negizi bu. Haydab ko'rgan odam biladi. Bular endi chorvachilikqa maslab o'tirgan ekan. Necha so'm bo'ldi bahasi? Бағасы 36 миллион болды. 36 million so'mga sotildi. 250 kubli bo'ladi. Bolalarning kattaligini ko'rishingiz mumkin. Bundan yani 300 kubli motorlar, gövdesi kichkina xiyli, vilkasi maydaroq xiyllari bor. Lekin bu Lifan baribir Lifan ot baribir. Al o'ndan bo'lsin jo'ra. Bo'ladi, rahmat. To'zdirmoq nasib etsin. Savdalaring bo'lsin, жұмыстарыңа табыс bo'lsin. Rahmat. Nima deymiz endi? Aziz obunachilar, sizlarga da qiziq bo'lsa, shunday chorvaga deysizlarmi, sportga deysizlarmi, kimga qiziq bo'lsa, bu yoqda sportivniy bayklarimiz bor. 250 kubdan 400 kubgacha bo'lgan mototsikllarimiz bor. Skuterlar bor. Arvali elektromotorlar bor, benzin motorlisidan bor. Shunday narsalardan, texnikalardan kimga qiziq bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu bor, foydali va barakali tanlov. Unda sizlarga yana bir marta o'ng bo'lsin. Rahmat nasib etsin. Жұмыстарың табыс bo'lsin. Xayrni ko'ring. Salomat bo'ling. Sharvadagi qo'zilaringiz qo'zilayversin, jiptan deydi. Rahmat. Xayrni ko'ring.